Aynan bu Manjaro modelining asosi, ya'ni arxitekturasi dunyodagi eng xavfsiz avtomobillardan biri hisoblangan Volvoga tegishli. Dizayni ham albatta Shanxaydagi Geely Design Studio tomonidan yaratilgan. Albatta Volvodagi injenerlar yordamida. Kapotining ostida 2 litr hajmga ega bo'lgan turbo dvigatel o'rnatilgan. 238 ta ot kuchi. Boya aytganimdek, ikkita komplektatsiya. Birinchisi old privodlik, ikkinchisi esa mana bu to'liq privodli avtomobil. E'tibor bergan bo'lsangiz, videoni aynan tog'li hududda boshladik. Chunki oxirgi paytda O'zbekistonga kirib kelayotgan yoki ishlab chiqarilayotgan yangi avtomobillar shaharda o'zini yaxshi ko'rsatadi. Lekin mana bunday to'liq privodli, 5 o'rindiqli oilaviy bahaybat crossoverni albatta tog'li hududda sinab ko'rish kerak. Chunki mana bunday avtomobil xarid qilganingizdan keyin faqatgina shaharda emas, balki sayohatga ham chiqasiz. Manjaroning gabaritlari, ya'ni kuzov o'lchamlarini ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin va hozir uni dizayniga baho berishingizni so'ragan bo'lardim.